Assalomu alaykum birodarlar. Bum. Hamma narsa bor. Hozir beradigan maslahatimiz oilaviy qo'chqorlar hamda yaqin o'ylamoqchi bo'lgan qo'zichoqlar uchun. Video roligimizni tomosha qilish ayollarga mutlaqo bepul, tegin ixtiyor deb o'zlariga qo'yib beramiz. Qarang do'stlar, agarda jinsiy aloqa vaqtida muammo bo'lsa, prostata bizda muammo bo'lsa va undan tashqari ingichka yoki kalta bo'lsa, bir uslubda o'rgatamay o'tirib oladi. Qarang, ota-bobolarimiz aytgan ekan, ko'zni qisgan boy bo'lur. Negativlar ayniqsa sizlarga taalluqli ko'proq ko'zni qisasiz. Faqat qayerni bilasizlarmi? Orqa ko'zni qisamiz. Qarang, buni bir akaxon kommentga yozgan ekan. Buni isbotini ko'rdim, 55-60 kishiga sinab ko'rdim, rahmat aytishdi. Orqa ko'z anal teshigini qisamiz, o'zimizni bo'sh qo'yamiz. Yana qisamiz, o'zimizni bo'sh qo'yamiz. Erkaklar uchun bu do'stlar. Yana qisamiz, bo'sh qo'yamiz. Xullas 10 martadan 50 martagacha takrorlaysiz, yurgan turgan farqi yotgan joyingizga ham kuniga 1, 2, 3 mahalgacha. Qarabsizki, ana shu ko'proq ko'zni qisishning hisobida odam tanasini ichki qismidagi asbobga taalluqli bo'lgan pay va muskullar tashqariga chiqadi, qalinlashadi va bo'yi o'sadi 2-3 cm ga. Jinsiy aloqa vaqti uzayib, qobiliyat kuchayib, ertalabgacha xo'rozga o'xshab qichqirib, tushunyapsizmi? Qo'chqorga o'xshab gumillab shoxlashib chiqasiz. O'shonavering, o'zimdan natijasini ko'rganman. 4 ta farzandim bor, yana 4 ta qilsam deb o'ylabroq turibman. Qolganini kommentariyga yozib o'rasizlar. Xullas, video roligimiz yoqsa, iltimos sizlardan like, repost, obuna qiling. Esdan chiqmasin, doimo podishkada bo'ling. Sog' salomat bo'lasizlar, Allohga omonatisiz xayr. Asosiysi o'zingiz va yaqinlaringizni asrab do'stlar, ko'proq ko'zni qisib turishga harakat qiling.